hamsafarlarimiz 50 boshi bilan birga ketadi, 50 boshi bilan birga keladi. Biz bir necha safar borganimizda Rasulimiz mehmon qiladi. Borasiz, ikkinchi kuni inshaalloh 50 boshlarim sizni yaqinlaringizni, sizni ota-onalaringizni eng zarur narsa umra darslari bo'ladi. Labbaykani ma'nosi banda Allohga yuzlanib ketayotgan mahalda soat 4larda Alloh taolo yer yuziga tushib duolarni ijobat qiladigan vaqt bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Qudratilla o'z kanalining qadrli va hurmatli obunachilari, Umra o'z kanalining hurmatli va qadrli obunachilari. Hozir biz mana bizni Jumaniyoz hoji akamiz taniganlar bo'lsa, Hikmat Travel'dan umra ziyoratiga borgan obunachilarimiz, ziyoratchilarimiz bo'lsa, albatta Jumaniyoz hoji akamizni ko'rgansizlar deb o'ylayman. Hozir sizlarga video davomida ziyoratchilar bilan qanaqa kamchiliklar bo'ladi, umra ziyorati o'zi qanaqa o'tadi, narxi qancha, qayerlardan reyslar bor, video davomida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, pastda raqamlarni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib o'zingizlar Hikmat Travel'dan joylarda bron qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum hoji aka, salomatmisiz? Va alaykum assalom. Kayfiyatlar qalay? Omonmisiz? Alhamdulillah, Allohga shukr. Siz bilan endi qisqacha intervyu qilsak, shu obunachilarimiz, vatandoshlarimizga umra ziyoratlari qachonlarga bor va sizning reysingiz qachonga? Inshaalloh reyslarimiz xudo xolasa vodiydan xo'p 18, 23, 30 mart kunlariga Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri Madinaga, 19, 24, 30 mart kunlariga Namangandan Madinaga, 21, 28 mart kunlari Andijondan Madinaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz, 18, 19, 23, 26, 28, 30 kunlari Toshkent va Voha tomondagi ziyoratchilarimiz uchun Toshkentdan Jidda va Madinaga reyslarimiz bor inshaalloh. Hoji aka, aytib o'tsangiz, o'zingiz reysingiz qachonga endi? Siz ham kuzatuvchilaringiz ko'p-da, umraga siz bilan birga borganlar albatta qarindosh urug'ingiz faqat sizni tavsiya qiladi. Jumaniyoz akadan boringlar deydi. O'shunga o'zingiz reysingizni aytib o'tsangiz, sizni kuzatuvchi obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, endi o'zingiz bilasiz, bizning kanalimiz orqali juda ko'pchilikni sizni gruppangizga qo'shganmiz degan. Shunga sizni kuzatadigan odamlar ham bor-da. Sizni kuzatadigan odamlar bor. Jumaniyoz akaning reysi qachonga bor deb so'raydigan odamlar bor. Xo'p, shularga ma'lumot bersangiz, qachon ketasiz endi? Inshaalloh hozirgi kunda u yerda bizning do'stimiz, birodarimiz Almardon domla xizmatda. Bizni o'zimizni safarimiz Alloh nasib qilsa 21 mart kuni, 21 mart kuni Andijondan Madinaga to'g'ridan-to'g'ri safar qilamiz inshaalloh. Hurmatli obunachilar, agar Andijondan vodiydan bo'ladigan bo'lsanglar, Jumaniyoz hoji akamizning reysida umra ziyorati ishonchli litsenziyalangan firmadan borishlikni niyat qilgan bo'lsanglar, Qora akam reysini men tavsiya qilaman. Xudo xolasa albatta borganlarga afsuslanmaydigan reys bo'ladi, chunki Qora akamdan mening ko'nglim 99% to'q, xudo xolasa. Andijonda 21-kunga reys bor. O'sha reysda hoji akam o'zi mana guruhimiz olib ketadi 50 boshi bo'lib. Niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, pastdagi raqamda o'zingizlar joylarda bron qilsanglar bo'ladi. Hoji aka, endi safardagi sharoitlarni aytib o'tsangiz, samolyot qanaqa bo'ladi, u yoqdagi sharoitlar qanaqa? Xo'p, safarda aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda hammalaringiz ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar, dunyoda bo'layotgan notinchliklar sababli odatda reyslarimizni vaqtlari ham o'zgarib qolyapti. Sababiki bizni oldin Saudiya bilan O'zbekistonda havo yo'llarini hamkorligida uchayotgan bo'lsa, endi hozir Turkiya bilan uchyapmiz. Turkiya bilan uchyapmiz. Turkiya Respublikasi Trabzon degan vodiysi bor ekan, viloyati. Shu yerga qo'nib, shu yerda boshqatdan yana yoqilg'i qo'yib, keyin uchilyapti. U degani uchayotgan yo'lovchilar 11 soat, 12 soat davomida uchishadi. Shuni evaziga ba'zi holatlarda Turkiyada yoki O'zbekistonda yoki Saudiyada ozgincha uzilishlar ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun reyslar mana bu soatda, mana bu sekundda bo'ladi deya olmaymiz. Alhamdulillahki, mana bu yaqindagi bo'lgan uzilishlardan keyin yana reyslarimiz ulandi. Alloh taolodan so'raymizki, Madina-i Munavvara bilan Makka-i Mukarramani va yana bizning yurtimizni o'rtasini uzib qo'ymasin. Alhamdulillah, reyslarimiz ochildi. Mana rahbariyat, mana bu Hikmat Travel jamoasidan Alloh rozi bo'lsin, qo'lidan kelgancha harakat qilib reyslarda qo'yishyapti. Mana Toshkentdan u vodiyning hamma viloyatlaridan. Endi bizni aksar ziyoratlarimiz Madina-i Munavvaradan boshlanadi. Birinchi Madinaga boramiz aksar holatlarda. Madina-i Munavvaraga boramiz. Madina-i Munavvarada inshaalloh har bir Andijon Hikmat Travel jamoasi bilan yo'lga chiqqan yo'lovchilarimiz, hamsafarlarimiz 50 boshi bilan birga ketadi,
50 bosh bilan birga keladi. Aksar holatlarda 50 boshlarimiz shu Andijonda yoki Farg'ona, Namangan, boshqa aeroportlarda kutib olgan ziyoratchilarimiz biz birga borib, birga qaytib kelamiz. Inshaalloh Madinaga borganimizdan keyin Madinada albatta ishchi guruhlarimiz bor. Bizga avtobuslar tayyorlab turishadi. Avtobus biz aeroportdan chiqishimiz bilan yorug' yuz bilan kulib Madina ishchi guruhi kutib oladi. Madina ishchi guruhi bizni olib borib mehmonxonalarga joylanadi. Mehmonxonalarimiz 4 kishilik, 5 kishilik sharoitga qarab joylashtiriladi. Madina-i Munavvaradagi mehmonxonalarimizni Ravza-i Muboraka, Masjid-i Nabaviyyadan uzoqligini so'raydigan bo'lsangiz, albatta yoshi kattalar qancha masofada deb so'raydi-da. To'g'ri, albatta. Qancha masofada deb so'raydigan bo'lsa, aksar mehmonxonalarimiz 99% mehmonxonalarimiz Masjid-i Nabaviyyada azon aytilishni boshlagandan azon yakunlanguncha siz safingizga kelib turadigan darajada. Azon boshlanadi, demak azon tugagunicha o'sha safga kelib namoz o'qib turadigan. Siz Gazetadan eshitib chiqsa shunaqami? mehmonxonadan siz azonni eshitdingizda, Masjid-i Nabaviyyada azonni. Sekin yurib safga bemalol yurib qo'shiladigan darajada yaqinda mehmonxonalarimiz. Endi Madina-i Munavvarada necha mahal ovqat deb so'raysiz. Albatta, hamma kim ota-onasini jo'natsa, men ota-onam nima yeydi borib degan savol bo'ladi-da. 2 mahal Madina-i Munavvarada issiq ovqat beramiz inshaalloh. Keyingi aytadigan narsamiz hozir zarur o'rinda aytib qo'yishimiz kerak. Biz Madina-i Munavvaraga Rasulimiz alayhi salatu vasallamning mehmonlari bo'lib boramiz. Albatta. Rasulimiz alayhi salatu vasallamning ehtiromlarini qilishlik uchun boramiz. Ana shu o'zi Madinada kunimiz oz, 2 kungina xolos. G'animat. G'animat bilib ziyoratchilarimizga taklifimiz shuki, Madina-i Munavvarada vaqtlarini mehmonxonada o'tkazmasdan ko'proq Rasulimizni yonlarida bo'lsalar. Rasulimiz alayhi salatu vasallamni diyorlarda Rasulimizni ehtiromlarini qilib, Rasulimiz bilan suhbatlashib, hattoki shunday muhabbat qilsinlarki, erta qiyomatda Rasulimiz shafaatlariga yetib olsinlar. Madina-i Munavvarada borgan odam Rasulimizni mehmoni bo'ldimi, biz bir necha safar borganimizda Rasulimiz mehmon qiladi. Nima bilan mehmon qiladi? Rasulimiz alayhi salatu vasallam o'zini, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni Halima onamiz siyrat darslaridan xabar borlar biladi. Halima onamiz Omina onamizni yoniga kelib turib, farzandingizni mayli olaman u farzandingizga surkagan atringizni berasiz deydi. Deganda meni farzandim shu hid bilan tug'ilgan. Tasavvuringizga keltiring, siz otangizni yaxshi ko'rasiz, otangizni borda bir quchoqlab hidlagingiz keladi. Madina-i Munavvaraga borgan odam Rasulullohni hidlagingiz keladi. Rasulullohni izlab boradi. O'zi bizni umra amallarimiz birodar, mana bu Makka-i Mukarramaga borib Ka'bani tavof qilib, Safo Marvada yurib sochingizni oldirsangiz umra amalingiz yakuniga yetadi. Madina-i Munavvaraga biz nimaga boramiz? Rasulimizni ehtiromi, Rasulimizni izlab boramiz. Endi Madina-i Munavvarada 2 kun bo'lamizmi? 2 kun davomida 50 boshlarimiz birgalikda, ya'ni 2 tun 3 kun hisoblanadi. Ya'ni borasiz, yotasiz, ertasi kuni ham yotasiz. 2 tun 3 kun hisoblanadi. Borasiz, ikkinchi kuni inshaalloh 50 boshlarim sizni yaqinlaringizni, sizni ota-onalaringizni, hop, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning hijrat qilib borgan Madina shahrida himoya qilishlik uchun bo'lgan Uhud jangi bor, xabarlarimiz bor siyrat darsida. O'sha yerdagi shahidlar qabristoni inshaalloh ziyoratiga bo'linadi. Va yana undan tashqari Hurmo bog'lariga bo'linadi. Keyin undan tashqari Qubo masjidi, Masjidi Qiblataynni ziyoratlariga bo'linadi. Qubo masjidida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislari bor. Kimiki uyida 2 rakat namoz o'qib, kimiki uyida tahorat qilib, borib Qubo masjidida namoz o'qiydigan bo'lsa, unga bir umrani ajri beriladi degan va'daga muvofiq biz Qubo masjidiga inshaalloh ziyoratchilarimiz boramiz. Ya'ni hali umra qilmasdan turib bir umrani ajriga inshaalloh yetishadilar. Qubo masjidiga borib. Qubo masjidiga borib namoz o'qisa, u Qubo masjidi Qur'onda madh qilingan, ya'ni taqvo ustiga qurilgan degan masjid. Nima sababdan shunday deyilgan hoji aka? Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom Madina-i Munavvaraga ko'chib borishgan mahalda Rasulimiz alayhi salatu vassalom birinchi qurgan, islom dunyosida birinchi qurilgan masjid Rasulimiz alayhi salatu vassalom qurgan Qubo masjidi hisoblanadi. Qubo masjidi hisoblanadi. Va yana
Qur'onda ularni madh qilinishligini shartlaridan bittasi o'sha diyorni odamlari pokiza bo'ladi. Shuning uchun taqvo ustiga qurilgan, ya'ni Rasululloh qurgan masjid. Bizni tavsiyalarimizdan biri shuki, Qubo masjidiga borgan ziyoratchilarimizga tavsiyamiz, albatta Qubo masjidiga borsa, namoz vaqti makruh bo'lmagan holat bo'lsa, birinchi o'rinda masjid salomi, ya'ni tahiyyatul masjid namozini o'qishligini so'rab qoladi. Masjid haqqiga. Ha, masjid haqqiga. Ana aksar joylarga boramiz, masjid haqqi namoz o'qiymiz, ya'ni o'tganlarda haqqiga, shu masjidni qurganlarda haqqiga namoz o'qiymiz. U masjidni birinchi toshini qo'ygan Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Ya'ni siz ega borib, Qubo masjidiga. Siz borib Qubo masjidida 2 rakat namoz o'qisangiz, uni savobi qayerga borar ekan? Rasululloh alayhisolatu vassalomga borar ekan inshaalloh. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, e'tibor beringlar. Hurmatli obunachilar, e'tibor beringlar. Hozir sizlar bilan intervyu qilayotgan odamimiz bu Jumaniyos hoji akamiz bo'ladi, 50 boshlarimizdan biri. Hozir sizlar qisqacha ma'lumotlarni eshitdinglar. Bu qisqacha ma'lumotlar agar bizning firmadan, ishonchli firmadan, Hikmat Travel'dan umra ziyoratiga boradigan bo'lsanglar, Jumaniyos akamizni reysini o'zini tavsiya qilaman. Nima sababdan? Chunki bu hozir sizlarga aytgani dengizdan tomchi. Hali u yerda xurmo bog'i bor. Xurmolar tarixini gapiradi. Qubo masjidi bor. Qubo masjidining tarixini gapiradi. Uhud tog'i bor. Uhud tog'idagi qanaqa jang bo'lgan bo'lsa, hammasini gapirib beradi albatta. Sizlar agar sizlarga qiziq bo'lsa, haqiqatan maqsad ibodat bo'lsa, ziyorat bo'lsa, o'sha joylar tarixini bilishlik, ziyorat qilishlik bo'lsa, hali borganga yarasha maza qilib umra qilib keldim deydigan sharoit kerak bo'lsa, sizlarga albatta Jumaniyos akamizni reyslarini tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, pastdagi raqamdan batafsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Makkada sharoitlar qanaqa bo'ladi, hoji aka? Xo'p, Makkada sharoitlar, biz Madina Munavvarada 2 kun bo'lganimizdan keyin ihromlarimizni kiyib, bizda odatda eng zarur narsa umra darslari bo'ladi. Ya'ni biz Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga ketishdan oldin hamma ziyoratchilarimizni yig'ib, alohida umra darsiga o'tamiz. Ya'ni umra qiluvchi odam nimalardan saqlanish kerak va nimalarni qilish kerak. Ihromlarimizni kiyganimizdan keyin yo'lda, ya'ni miqot chegaradagi Zulhulayfa masjidiga borib 2 rakat namoz o'qiganimizdan keyin o'sha yerda talbiyalarni boshlab, ya'ni labbayk Allohumma lafzlarini boshlab Ka'ba-i Muazzamaga qarab yuramiz. Ka'ba-i Muazzamaga borganimizda Makka Mukarramada haram-i sharifning atrofida 12 ta mehmonxonamiz bor. Haramdan uzoq bo'lmagan manzillarga joylashgan. Ya'ni ulardan Sama al-Misk, Rayyan al-Javar, xo'p, undan keyin Mira Ravda mehmonxonamiz bor. Al-Dera mehmonxonasi, Adil mehmonxonasi, Al-Vataniya bor. Keyin Tolayal Masjid, Abroj al-Misk, to'g'rimi? Abroj al-Misk. Undan tashqari Abroj Daniya degan mehmonxonalarimiz bor. Xo'p, Makka Mukarramada 3 mahal issiq ovqat inshaalloh. Ramazondan keyin. Ha, Ramazondan. Endi hozir Ramazonda hamma 2 marta hoji aka, gapingizni qo'llayapman, qarang, shu narsani so'rayman deyman, videolarimizda imkon qadar aytib o'taylik deyman. Labbayk Allohummani ma'nosi nima? Ko'pchilik 50 boshlar, masalan, men oldin ko'p borganman umraga. Endi xabaringiz bor, o'shani hisobiga men imkon qadar hozirgi ma'lumotda 50 boshlar ham dalishib bermaydigan ma'lumotlarni aytib ketay deyman-da. Ko'pchilik 50 bosh aytmaydi, labbaykani ma'nosi nima, hoji aka? Xo'p, labbaykani ma'nosi banda Allohga yuzlanib ketayotgan mahalda labbayka Allohumma labbayk, ya'ni Allohim men senga labbay deb ketyapman, ya'ni seni chaqiruvingga ketyapman. Ya'ni sen chaqirding, men ketyapman. Seni chaqiruvingga labbay deb ketyapman. Labbayka la sharika laka labbay. Men senga labbay deyapman, seni sheriging yo'qdir ya Robbim degan. Innal hamda, albatta hamma hamdlar senga, va ni'mata, hamma ne'matlar senikidir. Laka val mulk la sharika lak. Hamma mulk seniki va seni sheriging yo'qdir. Bu ketishlikdan maqsad Allohni ulug'lab, Allohni maqtab borishlik. Sababi nimada desiz, siz birovni uyiga uni maqtab borib chaqiradigan bo'lsangiz, siz erta maqsadingiz hosil bo'ladi. Siz Madinadan Makka Mukarramaga ketayotganda Allohni maqtab boryapsiz-da, Allohni baytiga boryapsiz. Allohni baytiga borib, Allohni Ka'basini ko'rgan odam u albatta Allohni jamolini ko'radi. Siz Allohni baytiga Allohni maqtab ketyapsiz-da, Allohni jamoliga intilib ketyapsiz. Demak, labbaykani aytish Allohni maqtashga kiradi. Ha, labbayka aytishlik Allohni ulug'lashga kiradi inshaalloh. Allohni ulug'lab borib, baytini siz savob qildingiz, gunohlaringizga istig'for aytdingiz, yig'lab duo qildingiz, inshaalloh duolar ijobat bo'lgandan keyin Rasululloh alayhisolatu vasallam aytadilarki, kimiki
yurakdan chiqarib ibodat qilib, ya'ni tavof qilib, Safo Marvada yurib, sochini oldiradigan bo'lsa va yana ihromdan sochini oldirib turib, keyin ihromdan chiqadigan bo'lsa, Alloh taolo uni gunohlarini hammasini kechirib yuboradi. Go'yoki onasidan yangi tug'ilgan chaqaloqdek bo'lib qoladi. Qanday baxt! Qancha gunohlarimizni yelkalab boramiz a? Yo'q, mashalloh. Qancha yashayapmiz a? Qancha gunohlarimiz bilan boramizda Alloh taoloning Robbimizni yoniga borib, Robbimizni istig'for etib gunohlarimizga boramiz, Allohning baytini tavof qilamiz. Shunday sochlarimizni olib ihromdan chiqqanimizda hamma gunohlarimiz to'kilib ketsa qanday baxt. Boshqatdan hayot boshlashga yarasha baxtda bu. Sizning gaplaringizdan ishora, hozir siz bilan birga sizlar siz umraga ketkim kelib ketdim. Meni o'zim ham hurmatli obunachilar, hozir qaranglar, bu yerda hech qanaqa video ssenariy qilinmagan. Biz shunchaki suhbat qilyapmiz. Men umraga ketuvchiman, Hoji akam firmada 50 boshi. Men o'zimni savollarimni beryapman bu yerda. Videolar ssenariy qilinmagan, jonli savollar bo'lyapti. Men sizlarga nimaga meni gapni u yoqqa bu yoqqa burib so'rayapman, Hoji akamizdan nimaga labbaykani ma'nosini so'rayapman va boshqa imini qubomachilarni aniqini so'rayapman. Chunki 50 boshlar ilmlimi degan joy bo'ladi-da. Eng asosiysi 50 boshga bog'liq bo'ladi. Bu yerdagi sharoitdan ham 50 boshi ilmsiz 50 boshida ilmsiz firma ilmsiz 50 boshlarni qo'ygan firmada umra ziyoratiga boradigan bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, borganinglarni mazasi tatimaydi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana Jumaniyoz Hoji akamiz mana o'zi oldinda o'tiribdi. Qanaqa savolinglar bo'lsa, Xudo xolasa ketguncha yana bitta video qilishga harakat qilamiz. Qanaqadir bir qiziqarli savolinglar bo'lsa, shu umra ziyorati bo'yicha kommentariyada yozsanglar, keyingi videolarda kommentariyalarni o'qib turib, Xudo xolasa Hoji akamiz bilan mana shu odam mana qanaqa shunga savol beribdi, shunga nima deysiz deb turib savollarga atvet qilib berishga harakat qilamiz. Hoji aka, Xudo xolasa 21-kuni ketasiz a? Inshaalloh, Xudo xolasa. Obunachilarimizga savollaringiz bormi? Gaplaringiz bo'lsa, Endi obunachilarimizga bizni takliflarimiz shuki, umraga boradigan odam ibodat qilgani borsa, albatta. ya'ni Rasulimizni diyorlariga borib, mehmonxonaga borib yotib olmasa, bizni ichimizni og'ritadigan, yig'latadigan narsa shuki, to'g'risi biz ba'zida yig'lagimiz keladi. Shu yerdan necha yil yurib bola chaqasi pul qilib yoki musofirda yuradi ko'pchilikni farzandi. Tangalab, to'plab otasini, onasini umraga jo'natadi. Ota-onasi borib turib mehmonxonada yotib olsa, biz ichimiz og'riydi. Haligi bolani mehnatiga ichimiz og'riydi. Madina Munavvaraga borgan odam Rasulullohning shafoatiga yetib olsin. Ka'ba-i Muazzamaga borgan odam Allohning jamoliga yetib olsin. Aksar holatlarda bizdan so'raladigan narsa mehmonxona qanaqa, ovqat qanaqa? Birodar, siz Allohni izlab ketyapsiz. Rasulini izlab ketyapsiz. Rasulining shafoatini izlab ketyapsiz. Ko'proq vaqtingizni Rasulimizni diyorlarida, Masjid-i Nabaviyada zikr bilan, tasbih bilan, tahlil bilan, salovat bilan o'tkazing. Ka'ba-i Muazzamada biz shaxsan men ziyoratchilarga taklif qiladigan narsa shuki, Ka'ba-i Muazzamada o'qilingan namoz 100,000 barobar hisoblanadi. Hammalaringiz bilasizlar. Biz aytamizki, Ka'ba-i Muazzamada yer yuzida yo'q narsa bor. Nima bor? Tavof ibodati bor. Qur'onni qayda o'qisangiz bo'laveradi. Namozni qayerda o'qisangiz bo'laveradi. Lekin tavof ibodati faqat Ka'ba-i Muazzamada bor. Makka-i Mukarramada, Ka'ba-i Muazzamada bor. Ka'ba-i Muazzamada kechasida 100 Alloh taoloning 120 ta rahmati yog'iladi. Kunduzida 120 ta rahmati yog'iladi. Biz ziyoratchilarimizga qiladigan tavsiyamiz shuki, kech payt sahar soat 4 da tursin. Borib tavofni boshlasin. Tavofni boshlasin, kechasidagi 120 ta rahmat olsin. Soat o'sha 4larda Alloh taolo yer yuziga tushib duolarni ijobat qiladigan vaqti bo'ladi. Ana Ka'ba-i Muazzamani tavof qilsin, 120 ta rahmat olsin. Keyin bamdod namozini jamoat bilan o'qisin. Jamoat bilan o'qisin-da, bamdod namoz jamoat bilan o'qigandan keyin ozgina zikr qilib o'tirib, keyin o'rnidan turib yana tavofini davom ettirsin. Quyosh chiqqandan keyin yana 2 rakat namoz o'qisin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislari bor. Bir banda bir masjidga kirib, jamoat bilan bamdod namozini o'qib va yana o'sha yerda zikr qilib o'tirib, quyosh chiqqandan keyin 2 rakat choshgoh namozini o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo unga bir to'liq haj va bir to'liq umrani va'dasini aytganlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalom aytganlar. Endi o'ylangki, siz Ka'ba-i Muazzamadasiz, Ka'badagi ajrlar 100,000 mi? Endi Rasulimiz qaysidir masjidga kirgan odam haqida gapiryapti. Ka'ba-i Muazzamada bomdodni o'qib, zuho namozini o'qib chiqqan odam 100,000 ta haj, 100,000 ta umrani va kechasidagi 120 ta rahmat.
va kunduzidagi 120 ta rahmatni ham olyapti inshaalloh. Hurmatli obunachilar, hozir bu videoni qilishimizdan asli maqsad sizlarga bugun shu ideyani qildikki, biz o'zimizning firmadagi har bitta 50 boshi bilan intervyu qilib, ilmini shu ziyoratchilarimizga, bizni kuzatib turuvchi obunachilarimizga bir qator hammasini to'liq obzor qilib beraylik degan maqsadda biz 50 boshlar bilan intervyuni boshladik. Hurmatli Inshaalloh. obunachilar, o'zinglar ko'rdinglar, Jumaniyoz hoji akamizni 7 yil o'qiganman dedingiz, ha? Xudo 7 yil madrasada Xudo o'qigan ekan qo'yamiz. hoji tog'amiz. Hurmatli obunachilar, e'tibor beringlar. Ilmli 50 boshi bilan borishlik umraga borishlikni yarmi degani. Masalan, umraga bordinglar, umraga borib turib, faqat umra qilib qaytish bor. Faqat o'sha gasitsada yotib ovqatlanib qaytish bor. Lekin mayada o'qib, izlanib, umrini berib qo'ygan odamning ilmini bittada 14 kun ichida olib olish bor. Hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya qilib o'taman. E'tibor beringlar. Mana Jumaniyoz hoji akamizning reysi 21-ga bo'lsa, 21-kunga reysga yozilinglar, xudo xolasa hoji akamiz o'zi olib ketadi. Endi qudratli qorim O'zinglar ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Mana ofitsialniy qonuniy pechatlar urilgan $1 million litsenziyani Andijon dealerligining nusxasi bo'ladi. Xotirjam xudo xolasa bemalol ishonchli firmadan borsanglar bo'ladi. endi aytib qo'yadigan narsa, men ichimizdagi 50 boshlar ichida eng ilmi oziman. Mendan yaxshilari bor. Meni ko'rganim Ko'pi ham hoji bor. akamiz ham bo'ldi. Xudo Mendan xolasa. ilmlilari xizmatda ko'p yurganlari ham ko'p. Inshaalloh qolganlarni ham intervyu olsalaringiz, qolganlarni eshitib turib biz xursand bo'lamiz. Albatta. Rasulimizni mehmonlarini va Alloh taoloning mehmonlarini xizmat qilishlikdan mamnunmiz. Xudo qodir qilgancha bizning xizmatimiz Allohning roziligi uchun. Bu ish joylar, Hikmat Travel jamoasi ham faqat Allohning roziligi uchun ishlaydi. Albatta. Inshaalloh hammamizning maqsadimiz Allohni rozi qilishlik. Alloh taolo hammamizni adashtirmasin, zalolatga qo'ymasin, o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Erta qiyomat kunida hammalarimizni yuzimiz yorug' holatda Rasulimizni shafoatiga va jannatda Allohning jamoliga yetishlikka Allohimiz muyassar qilsin. Amin, amin. Allohumma Hoji salli aka- va sallim va barik alayhi. Amin, amin. Hoji aka, endi mana qarang, ilmli odam bo'ladi. Ikkita ilmli odam bo'ladi, lekin bittasi ilmini oratorlik bilan odamlarga oshkor qilib bera oladi. Lekin ikkinchisi bor, o'rgangan ilmi o'zidan boshqasiga asqotmaydi. Odamlarga o'zi tushungan narsani yetkazib bera olmaydi. Mana video davomida ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, Jumaniyoz akamiz sizlarga videoga kameraga bemalol yetkazib beryapti menimcha. Shu o'zi ichidan chiqayotgan, o'zi tushungan narsani menimcha videoda zo'r yetkazib berdi deb o'ylayman. Albatta endi o'zining yonida turib umra ziyoratida ma'ruzalarni ham eshitadigan bo'lsanglar, albatta tarixlarda, u joylarda tarixini menimcha bir ko'ngillar yashnab ketib, albatta qalbinglarda muhabbat yana ham ko'proq uyg'onsa kerak deb o'ylayman. Albatta borish bitta narsa bo'lsa, u joyga borib turib tushunish ikkita narsa. Muhabbat qo'yish uchta narsa. Har bittasi albatta plyus bo'ladi. Teng bo'yli hoji akamiz yotaveringlar xonada deb qo'yib qo'ymaydi. Men bilaman hoji akamiz oldin ham birga borganmiz, hoji akam bilan birgalikda umra ziyoratida bo'lganmiz. Xonanglardan kerak bo'lsa ertalab uxlayotgan joylarda uyg'otib olib chiqib ketadi. Yuringlar, savobdan quruq qolmanglar deb. Albatta hurmatli obunachilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Astagi raqamdan o'zinglar joylar bemalol buyruq qilsanglar bo'ladi. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.